Bak. Pek çıraylık güzel oturupsizlar aka. Qandaqimiz bizning hech o'lpalik emas Davyanka. Voy tehi ichganmidim ola? Ha deyma. Mening turmushdan faqat ta'lim yo'q. Voyjon, bo'ldilar. Hey bo'ldi, ko'ngilsiz gaplarni qilishmayli bo'ldi ya. Haras, Ha? sen Yangnaqshangning ko'rinishini olma deyotganding, qachon olsa? 15-sida atiga deyishdik, atiga. Ha. Bugun bu deyman 15-sida degan. 15-sida bugunmi? Bugun. Ola. Vay. Ha bo'linglar xon, gash bo'linglar. Ma aptab qo'ng'ishib pishamaymiz biz. Bo'ldi, hozir boraylik. Mana. Bo'lingni chaqqan. Ma'qul. Cho'pshamaymiz deydi-ku. Olda kedim başta bo'ldi. Ha siz bu birimni qilavermang, ana qo'ying. Ayda. Ha keldinglar? Tetishildi ya. Yo'q, pek chiroyli bo'ldi. Tayyorlik qilaylikmi-ki? Ya o'tirib choy bor quyman bu. Tayyorlik qilaylik. Xon, bu kirpikli barang otda ko'p ketdi, bu qo'pab ishlarni qilmaymanlar. Pis hayvanның aldı
Salam azizlar, men Keren Hamid'den hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Bu qitim nim bilan nomli eng yeni çok usulluq naqsham orqali sizlar bilan yana bir qitim didorlashdim. Bu fursatda mushu intervyumizning mushu holatlar yo'qqa chiqish uchun alay javob chekkan bizning artistlarimizga, operator inalarimga va o'rin sharoit hozirlab bergan barcha azizlarimga, uningdan boshqa bizga alaydan iqtisodiy yordamda bo'lgan Xinjiang Güzel Chiroy shirkati, Mina doktor teri asrash mahsulotlarining Xinjiangdagi vakillaridan Maziya xonimga va Gulmira doktorga alayda rahmatimni aytaman. Rahmat sizlarga. Hem mushu fursatda o'zim izchil turda ishlatib kelayotgan Mina doktor teri asrash mahsulotlarini ma'osh terisiga alayda ko'ngil bo'ladigan Gulchiroy xonim qizlarimizga tavsiya qilaman.